Dushman orasida. Kapalak kurtlarga qarshi kurashda qopqon tash bilan hanjar tishning yo'qolib qolganidan xabaringiz bor. O'shanda janob o'nboshi har ikkala jangchini qanday bo'lmasin dushman tarafga o'tib tutqunlikdagi ishchi chumollarni qutqarish rejasini tuzish va bu haqida xabar jo'natib turishni buyurgan edi. Albatta, bu topshiriq juda qaltis bo'lib, o'lim bilan barobar edi. Chegaradan o'tishlari bilan ikki jangchi qarshiliksiz dushmanga taslim bo'lishibdi. Soqchilardan boshqalari oldiga olib borishni, unga muhim xabarlari borligini aytishibdi. Qaroqchilar boshlig'i ularni ko'rib gaplashishni istamayman, o'ldiring deb buyruq beribdi. To'g'ri qaror qildingiz, janob, debdi qopqontash ustozining safar oldidan bergan maslahatlarini eslab. Bizlar josusmiz, lekin sizlar uchun emas, o'zimiznikilar uchun. Shunday bo'lgach, josuslarning jazosi o'lim. Qanday qilib? Shunday bo'lishi mumkinmi? Hayron bo'libdi qaroqchilar boshlig'i. U yoqda yashashning iloji qolmaganidan keyin tavakkal qilib sizlar tarafga o'tgan edik. Bizga o'lim hukmi o'qilgan edi. Bu yerda ham shu ekan. Taqdirga tan berishdan boshqa ilojimiz yo'q. O'ldiravering, debdi qopqontash iloji boricha o'zini xotirjam tutib. U yoqda nima ish qilib qo'ydilaring? Gunohlaring nima? Biz ob-havo kuzatuvchilarimiz. Kechagi jalada xatoga yo'l qo'ydik. Xabarni kech yuboribmiz. 10 ming ishchi chumoli bizning birgina xatoyimiz sabab suvda oqib sizlar tarafga o'tib ketdi. Natijada bizga o'lim hukmi o'qildi. Odatda ob-havo kuzatuvchilarining joyi daraxtning eng baland joyida bo'ladi. Jon shirin, jallodlar kelguncha kapalaklarning oyog'iga osilib chegaramiz ustidan o'tib oldik. Bor gap shu. Bundan chiqdi xato qilib bizning foydamizga ishlagan ekansizlar-da, shundaymi? Unchalik emas. Kim ham dushman tarafga yaxshilik qilishni istaydi? Aytyapman-ku, xatoga yo'l qo'ydik deb. Qiziq-ku. Bizni dushman deysan-u, ammo yordam so'raysan. Ustozimiz sizni qaroqchi bo'lsa ham mard, to'g'ri gapni yaxshi ko'radi deb ta'riflagan edi. Ha. Kulibdi qaroqchilar boshlig'i. Dushmanlarimiz tan oladigan ustun taraflarimiz ham bor ekan-u. Xo'p, mardlik qilish kerak bo'lsa qilamiz. O'ldirmaymiz, lekin shartimiz shu, bizga xizmat qilasizlar. Bu yerda sizlardan boshqa yana kimga ham xizmat qilish mumkin? Buyuring. Bizga ona chumoli kerak yoki uning tuxumlari. Men bunday qila olmayman, debdi Xanjartish. Sen sotqin, meni yo'ldan urding. Bundan ko'ra o'lib ketganim 1000 marta yaxshi edi, deb qopqontishga tashlanib qolibdi. Qopqontish uni bir urib yerga cho'ziltirib qo'yibdi. Ularning oldindan o'ylab qo'ygan rejalari ish bera boshlabdi. Bizga ishlamasa kallasini olamiz, debdi qaroqchilar boshlig'i. Yaxshisi, debdi qopqontish. Uni zodagonlarga sotib yuboring. Ancha qimmat turadi. Axir u ob-havoni bilguvchi-ku. O'z ishining ustasi, uning narxi 1000 ta ishchi chumoliga teng. Bunaqasi boshqa topilmaydi. Sotinglar, lekin aloqa bog'laydigan mo'ylovini kesib tashlanglar. Janob boshliq, mo'ylovini kessangiz ob-havoni qanday qilib aniqlaydi? Bo'pti, mo'ylovini kesmanglar. Uni 1000 ta ishchi chumoli bahosida sotinglar, debdi boshliq. Boltadash bilan Xanjartishning rejasi amalga oshibdi hisob. Qopqontash qaroqchilar boshlig'ining ishonchiga kirib olish uchun 7 qaroqchi yulduzi orqali qutb yulduzini topib unga tunda yo'l yurishni o'rgatibdi. Ob-havo haqida ham taxminiy ma'lumotlar berib turibdi. Oftob ufqdan qizarib chiqsa, kechga borib havo aynishini, qizarib botsa, ertaga quyoshli kun bo'lishini aytar va ko'pincha taxminlari to'g'ri chiqargan. Bir kuni qaroqchilarning boshlig'i askarlaridan nolib qolibdi. Ular qarab ishga yaroqsiz bo'lib qolishibdi. Endi ularni yosh qaroqchilarga almashtirish vaqti kelganmish. Ona chumolining tuxumlari kerak demoqchimisiz, shundaymi? Debdi qopqontish sergak tortib. Ha, juda ziyrak ekansan. Hech bo'lmasa 1000 ta tuxumni qo'lga kiritsak, betashvish yashagan bo'lardik. Ilojini qilsa bo'ladi-yu, lekin juda xavfli. Ayt, buning uchun nima qilish kerak? Yaqinda ona chumoli jalada oqib ketgan 10 ming ishchi chumolining o'rnini to'ldirish uchun tuxum qo'yadi. Men tuxumlarni qayerdaligini bilaman. Qaroqchilar boshlig'i hayajonlanib joyida tipirchilab qolibdi. Tuxumlar qayerdaligini bilasanmi?
Bilaman, bilmasam aytarmidim. Endi hayot yo'limiz bitta bo'lganidan keyin hozirgi jangchilaringiz bilan uzoqqa bora olmaysiz. To'g'risini aytay, men sizni emas, o'zimni o'ylayapman. Shu qilsam qanday rejang bor? Rejam shuki, to'satdan hujum qilish kerak. Tamom, vassalom. Men chegaralarimizning zaif joylarini bilaman. Juda yaxshi, tayyorgarlikni boshlaymiz. Qopqon tishning maqsadi ustozga yashirin xabar yuborib qaroqchilarni chegaradayoq qopqonga tushirish ekan. Ammo rejasi buzilibdi. Qaroqchilar boshlig'i ularga qarshi urush boshlanganini bilib qolibdi. Endi butun kuch himoyaga qaratilibdi. Qopqon tishning boshi qotibdi. Nima qilish kerak? Qaroqchilar kuchli, jangchi chumolilar orasida ko'p yo'qotishlar bo'lishi aniq. U uzoq o'ylab bir qarorga kelibdi va qaroqchi chumollarning boshlig'iga tuxumlarni qo'lga kiritaman desangiz, jangchilarni tezda orqaga qaytaring janob, debdi. Aniqroq gapir. Hozir tuxumlarni qo'lga kiritishning ayni payti. Hatto ona chumolini ham asirga olib tushirishimiz mumkin. Xo'sh, ular hozir butun kuchlarini jangga tashlashgan. Qarorgoh qarovsiz qolgani aniq. Biz kutilmaganda orqa tarafdan hujumga o'tsak, to ular orqasiga qaytgunicha ishimizni bitirib olamiz. Lekin jangchilaringizning tezkorligiga ishonmayman. Nima taklif qilasan? Ular o'qdek uchib, sherdek harakat qilishlari zarur. Qanday qilib? Men bir dorivor o'tni bilaman. Uni bangi devona deyishadi. Undan tayyorlangan sharobdan bir qultum ichsangiz tamom. Sizga teng keladigan kuch topilmaydi. Hoynahoy ona chumolining jangchilari ham o'sha sehrli sharobdan ichib olishgan. Bo'lmasa shundoq kuchli qaroqchi chumollarga qarshi urush ocharmidilar? Ayt, nima qilish kerak? Bo'la qol, vaqt ketyapti. Menga ikkita ishonchli jangchi kerak. Katta doshqozonda sharob qaynatamiz. Ungacha qaroqchi chumolilarni orqaga qaytarishga buyruq bering. Xo'p, orqaga qaytish buyrug'i ketdi. Qopqontash ikki yordamchi bilan bangi devoni o'tidan terib kelibdi-da, qozonga tashlabdi. Qaroqchilar yetib kelgunlaricha sharob ham tayyor bo'libdi. Jangchilar bu sharobdan bir qultum ichsa devonaga aylanarkan. Yur desa yurarkan, ur desa urarkan, yot desa yotarkan, tur desa turarkan. Xullas nima qilayotganini o'zi bilmay qolarkan. Mana endi deb Qopqontash ayyorlik bilan. Menga o'lim hukmini o'qigan o'sha ona chumolilarga kimligimni ko'rsatib qo'yaman. Asir olib kechirim so'rataman. Ha, bugun qasos otiga mindim. Bu yo'limdan meni hech kim qaytara olmaydi. Sharobingga ortiqcha ishonib yubormayapsanmi ish qilib? Debdi qaroqchilarning boshlig'i. Oldin tatib ko'ring-da, keyin baho bering, deb unga sharobdan tutqal uzatibdi. Qopqontash oldin o'zlaridan bo'lsin. Albatta, Qopqontash bir yutib ichibdi-yu, bay deb sharobning kuchini kesish uchun uning orqasidan bildirmay bir yutum suv ichib yuboribdi. Qaroqchilar boshlig'i ham sehrli sharobni ichishga shoshilibdi. Maza, oh. Atrofdagi askarlar yutinib navbatini kutisharkan. Bir zum o'tmay hamma qaroqchilar bangi devonidan tatib ko'rishibdi. Endi tomoshani ko'ring. Qaroqchilar turgan joyida tegirmon toshidek aylanaveribdi. Qopqontash fursatni boy bermay qaroqchi chumollarga qora bayrog'ini boshi uzra baland ko'tarib, orqamdan olg'a deb yugurib ketibdi. Qopqontash ularni yalanglikka boshlab borib bir joyda aylana boshlabdi. Qaroqchilarning ko'zlari bayroqda bo'lib bir joyda aylanayotganini ham sezishmabdi. Kimdir oyoq ostida qolarmish, boshqasi ustidan bosib o'tarmish. Aylanishdan hosil bo'lgan o'rtaliq chumolilar o'ligiga to'lib borarmish. Qopqontash qora bayroqni endi chumolilar jasadi ustida ko'tarib aylanarmish. Yonida telbadek yugurib borayotgan qaroqchilar boshlig'ining tiliga birgina savol kelibdi. Nima qilyapmiz? Borar joyimizni ko'rib olishimiz kerak-ku. Shunga askarlaringiz bizni boshlari uzra ko'tarishyapti, janobi oliylari.
debdi Qopqontosh va olisda saf tortib kelayotgan qadrdon jangchi chumolilarni ko'rib sevinib ketibdi. U juda charchagan, borgan sari kuchdan qolayotgan ekan, ammo zudlik bilan xabar jo'natish kerak. Qopqontosh so'nggi kuchini to'plab avval qaroqchilar boshlig'ini o'ldiribdi, keyin xabar jo'natib jon beribdi. Qopqontoshning barcha rejalaridan Xanjar tish xabardor ekan. U shu zahoti zodagon chumolilarga bo'lib o'tgan voqeani yetkazibdi. Ular Xanjartishning gapiga ishonmay qaroqchi chumolilar o'rdasiga yo'l olibdilar. Orqalaridan esa tutqundagi ishchi chumolilar ergashibdi. Nihoyat bir uyum qaroqchi chumolilar jasadi ustida chiqib dod faryod ko'taribdilar. Voqea joyiga minglab jangchi chumolilar yetib kelishibdi. Xanjartish ularga bo'lgan voqeani Qopqontishning jasoratini bir boshdan so'zlab beribdi. Qopqontishni oddiy jangchi emas, yuzboshi darajasida dafn etishga buyruq berilibdi. Ona zamin qaroqchi chumolilardan tozalanibdi. Ularning qorasi o'chibdi. Lekin tekinxo'r zodagon chumolilarni nima qilishadi endi? Shu masalada ona chumolidan xabar kelibdi. 10 ming ishchi chumoli qaroqchilar egallagan hududda yangi hayot boshlansin. Tekinxo'r zodagon chumolilarni esa o'zlaridek halol rizq topib yeyishga o'rgatishsin. Shunday qilib ezgulik yovuzlik ustidan g'alaba qozonibdi. Bo'lib o'tgan voqealar albatta Nezatishni chiniqtiribdi, bilimini oshiribdi, kuchiga kuch qo'shibdi. Qahramonimiz chumolilarning zo'ri bo'lishini orzu qilgan ekan. Chumolilar saltanatining zo'ri bo'lishi uchun esa u ajdodi Mundir va do'stlari Boltatish, Qopqontosh, Xanjartishlarning yo'lini bosib o'tish kerakligini tushunib yetibdi. Erkin Malik qalamiga mansub Chumolilar saltanati kitobi o'z nihoyasiga yetdi.